hozir o'rtog'im kelib olib ketyapti. Qorong'i bo'ldi-ku o'sha. O'shaning uchun biz hozir keyingi o'rtog'imni ko'rishga ketyapmiz. Ujin qilishadimi? Ujin bo'ldi. Chicken breast and koguma. Koguma, you don't know what's the koguma? Yeah, it's sweet potato. Maja, I just had it. What we get? Stop it! Stop it! This is what we get. Unboxing. This one. That is one of my Bu meni eng yaxshi ko'rganim. Yes. Bu men o'shaning uchun ikkita oldik. Потому что это моё самое любимое. Koreyaga kelganlar обязательно попробуйте. Yoki yashaydiganlar. This is like mini jellies. I don't know. This one. cream. Where do you like? No. Try it and give a reaction to the video. Holding me back. Do you like it? So do you like it? This is diet cheese. For my eating. One, two, three. Qadimimni qaranglar. Shunchalik ko'chada humid, ya'ni nima deyiladi? Namlik shunchalik balandki, что даже Oh my god, qochinglar. Oh my god, get off. Shunchalik namki, даже mamnaqa suv bo'lib ketgan. Oh my god, that's crazy though. Hozir maska qilib oldim. Endi skincare qilamiz. Chunki men uyg'onganimga uncha ko'p bo'lmadi. Turib, ovqatlanib, maska qilib, endi skincare qilib bo'yanamiz bugun. Yuzimga hozir qaysi kremni surishni bilmayapman. Ikkita variant o'ylayapman. Estranikimi ekan? Ikkalasi ham Estra brendiniki, lekin bu получается более sal thick, ya'ni sal qalinroq. Bu такой водянистый bo'lgani uchun qaysi bir menga to'g'ri kelishini bilmayapman. Maska qilib olamiz. Men bunaqa bubble mask ishlataman men yuzimga ko'pincha makiyajdan oldin, ko'rasizlar. Mana shunaqa bubble chiqadi. Esingizdan chiqmasin, kechqurun ham ertalab ham yuzinglarni qilayotganda bo'yninglargacha birga qilib olishinglar kerak. Men bugun bitta мероприятиеga boraman. Получается, bu мероприятиеda har xil DJlar keladi, pool bo'ladi, и beach vibe bo'ladi ekan. Поэтому dress-code ham такой plyajный vibe bo'ladigan, plyajga kiyiladigan mana shunaqa dress-code. O'shaning uchun hozir o'ylab turibman nima kiyishni. Ikkita variantim bor. No, примерно menimcha bittasini kiysam kerak. O'sha hozir men kiymoqchi bo'lganimni kiysam kerak, все-таки o'shani tanlasam kerak deb o'ylab turibman. Qanaqa kiyim kiyishimni esa mana shu yerga rasmini qo'yib qo'ya qolaman, menimcha o'zi chiqqan bo'ladi. Yoki reelsimda ham ko'rsanglar bo'ladi, chunki keyinroq Get Ready With Me ham video olaman. Va bugun sizlarni shunaqa мероприятиеga o'zim bilan olib boraman. Unda tezgina hozir tayyorlanib olishim kerak, make-upimni qilishim kerak.
sochimni уже qilib bo'ldim, make-upimni qilib, get ready with me снимать qilib, keyin birga chiqib ketamiz. Bo'lmasam men make-up qilishga ketdim. Biz hozir уже ketamiz. Uydan chiqib ketishdan oldin video olish esimdan chiqib ketdi. Shuning uchun hozir olman. Hozir bizani special shuttle bus kelib olib ketyapti. Да. Я встретила свою подругу тут. So, we are not alone. Ни я, ни она, мы не одни. Мы думали, что мы будем одни, но оказалось, что мы не одни. Так что мы собираемся всю вечеринку быть вместе. Да. Hozir registratsiya qildik. Bizga mana bunaqa qalchi berishdi, qo'lga taqadigan. Endi sekin-sekin nima qilishga borsa bo'ladi. Poolga borsa bo'ladi. Ah, yeah. Here's my girlie. Oh. Say hi to my diamonds. Hello Diamonds, that's the name of your fan? Yeah. Diamonds, so cute. Hello. Geldik. Table'imiz bizani. Уже makiyajim oqib tushyapti. But we are hungry. So biz hozir ovqatlanishga ketamiz. Ya'ni ovqat olib kelamiz. Olib kelishadi. Bizani table'imiz pizza va onion va shunga o'xshagan kola. Yes. Ovqatlanamiz endi. Pizza is so delicious, right? I have different. Oh, really? Which one you have? I don't know, I think it's cheese and you have Basil? yeah. I just took it. I don't know. I didn't know that they have different styles. Biz bugun sinem bilan hozir ujin qilishga chiqib ketdik. Obedni ham zakaz qilib yedik. Ujinga ham hozir ko'chaga chiqyapmiz. Lekin bu oxirgi kun. Bundan keyin uyda tayyorlashga qaror qildim. Bundan keyin faqat uyda tayyorlayman va keyingi vlogim balki uyda birga ovqat qilish vlogam bo'lishi mumkin deb o'ylayman. O'rgangan ovqat qilish uncha bilmayman, o'shaning uchun o'rgangan ovqatlarimni birga qilib ko'rish, shunaqa qilsak bo'ladi. Еще раз, не видно было. О май гад. Для авgusta. Koreyada havo bugun shunaqa zo'r bo'ldi. Oh my god. It was so good. Changma, ya'ni yomg'ir sezoni bo'ladi. Ko'pincha iyunning iyunning o'rtarog'ida juda ham yomon bo'lardi. Isib ketardi, lekin isib ketmadi. Iyunning boshigacha isimadi. Cho'shim. Kam bo'ldi. Andilik. Va tez tugadi. Havo hozir avgustda juda issiq bo'lishi kerak. Достаточно issiq, lekin o'tgan yil undan oldingi yillarga qaraganda juda Из тебя реально плохой репортер, если что. Они pali chamar. Shamoli bor. Mana hozir ham qaraylik, shamol qilyapti. Men liqillamayapman, sochimni liqillatmayapman. Aytibsiz shamol, mana ol, mana. Buni qaranglar. Chicken salad ekan. Огромный, mana qo'limni mundoq qiladigan bo'lsam, mana. Не для диеты, да? Да, прям bu dieta uchun salad emas, реально. Такой большой. Video ko'rish esimdan chiqib ketibdi, ovqat yeb ketibman. Esimga kelib qoldi endi. O'zi yarmini yeb bo'lganimda pasta. Ice cream. Ice cream oldik. Buni ham esimdan chiqib ketibdi. Sразу
видео говоришь. Да, изменение самое лучшее в лагерь выходит.